Salam, meni yoqtirgan va men yoqtirgan meni mushu do'yun ko'rshuda aziz bilib, hurmatlab, mana shu Fanglong rayonlarimga gullarni sovg'a qilib, meni izchil ko'rib, qo'llagan barchadagi aziz oq ko'ngil xalqimga ko'pdan ko'p minnatdorligimni bildiraman. Rahmat sizlarga aziz toplashlarim. Endi men mana shu yosh turib, mush 30 necha yosh vaqtimda mana shu yurak kasalligiga giribdor bo'lib qolib, mana shu ikki tonuni oshtirish sababidan nurg'un yalik berib davolib ketdim. Bundan xabarim var. Mana shu meni izchil mana shu do'yun ko'rshuda ko'rgan barcha xalqim bilsizlar. Desizlar cho'ng doktorxonaga bordim, keldim, qulug'im anglagan lekin darini yeb baktım. Muşu etrafımdaki muşu yürek kesili bimarlar, muşu yürek azabını tatvatkan adam yürek kesilinin derdini bilsizlar aziz dostlarım. Şu sebepten bu yürek ağrısa bek ağrıydiken, hech qanday og'riq o'xshamaydigan, yurak ağrısı medirg'ilma bo'lmaydigan aziz to'rdoshlar. Endi mushu bir 10 yoshga kirgan qizim bilan shunchalik tirishib, o'zim ayol kishi bo'lsam, qaysarlik bilan tirishib kunimni elib kelayotgan bir tirishcha onida men endi. Maş qulağım ağlagan lekin tiyipning darisini yeb baktım. Her qandaq çoğ doktorxonaga bordim, doktorxonada bordim, keldim. Muşuning hammasini mushu do'yun ko'rshuga chiqardim aziz tordoshlarim. Nurg'un doktorning darisini yesam menfat qilmadi aziz tordoshlarim. Men endi palani doktorning darisini yegandim, menfat qilmadi deb endi bu yerda oshkorlashning o'rni yo'q. Endi hamma doktor o'zi usta, hamma doktor o'zining darisini danglaydi. Men eng oxirida mash Abdullah Mahmud ustozmish Atachi markasidagi, mash pil qalb ichimligi bo'lsin, mash mehrgiya bo'lsin, mushu Atachi markasidagi mushu dadimizning darisini yeb yurgimga 100% manfaatli qilganlik uchun atrofimdagi xalq tuyjan qildim aziz tordoshlarim. Xalq mendan bir xush bo'lib qolsin, mushu yurakka qarta belak yerga pul xashlaganda mushu dadimizning darisini yeb yesa 100% manfaat qildik deb xalq tuyjan qilib xalq tashviq qildim aziz tordoshlarim. Şuna bulup mu şu hazır bir video tartib qildik. Şu videolarımni faqatli seyirib atmay, ko'rishinglarni, şu etrafinglardagi şu yurak kesili bemorlarga yetkazib qo'yishinglarni umid qilaman. Chin yurgimdan aziz tordoshlarim. Eng oxirida şu o'zimning vujudidagi şu yurak kesel bemorlarga bir yaxshi bo'lib qolsin, ashlim bir foydalanib qolsin. Endi bu xotandiga yiqiya emaskan. U yerga borgan kunlar bu dadimiz odatdagi odam bo'lmagan, berib ko'rishga bo'lmaydi bu Abdullah Mahmud ustoz bilan necha kun xalq doktorxonada beqinda yotoq qilib yetishga to'g'ri keldi. Şu sebepten mushu dadimiz ishlab chiqargan mush Atachi markasidagi dorini mush o'zimning vujudidagi yurak kesili bemorlari shu Aqsu diyoridagi har qaysi noyillardagi xalqqa yetkazsam, endi bu yerga endi men necha qitim keldimda xotanga o'zingni ko'rib turdinglar mana shu do'yun qo'yishda har qanday amangan tug'a yerini chiqargan bo'ldim. 4-5 kundan kam paydo turib saqlamasa, ujratsiz saqlamasa, hamma jutdan kelgan kun ko'rishmak undaq tas asa emasga, tasga, murakkabga asvardoshlarim. Shu sababdan mush o'zimning vujudidagi xalq mendan bir xushib qolsa degan asosda bu dadimiz bilan ko'rishib, meniki amaliy ahvolimni bilgandan keyin bo'pti, mush qizaloq mush dorini birli, mush o'z vujudidagi xalqqa yetkazsin. Har qanday xalqning kesili bo'lsa, biz orqali maslahat berish orqali dorini seppasak, dorini yetkazpasin deb, men shu dorini xalqqa yetkazish to'g'risida shu dadimiz bilan maslahatlashib, eng oxirida bu dadimizning qo'l ostidagi yuvanjonlari, yo'bonlari ma'qul bo'lish orqali endi o'zim mana haqiqiy bir yurak kasalidan topgan bir bemor bo'lganligim uchun, darisini yeb unumini ko'rganligim uchun sizlar xalqimga yetkazish qaroriga keldim. Diqqatinglar menda bo'lsa, mana shu tövendagi videoni seyirib atmay ko'rish orqali mana shu atrofinglardagi yurak kasali va bemorlarga yetkazib qo'ysanglar, shularni bir manfaatlanib qolib qolsa, yo'q biz xotanga berib oldik deydigan aziz tordoshlarim, mana shu Abdullah Mahmud ustozniki shu bog'cha, ya'ni xalifa degan o'rniga berib, ashada ashtadimiz bilan paydo turib yoki vaqtida ko'risha olsanglar, ko'rishib darisini ep kelsanglar bo'ldi. Yo'q, bizning qurbimiz xotanga berishga yor bermaydi sharoitimiz deydigan aziz tordoshlarim. Shu men orqali telefon orqali aloqalashib, shu dadimizningki darisini men shu sizlar xalqim uchun haqsiz mulozimat qilib yetkazib berish qaroriga keldim aziz tordoshlarim. Shunga shu tövendagi videoni seyirib atmay, bir taz yuragingdan aymay besib, alt raqamini yo'llab, yurak berib qo'llab, yulduz besib, meni qo'llab qo'yishinglarni chin yuragimda umid qilaman aziz tordoshlarim. Shu atrofinglardagi yurak kasali haqqa bir yetkazib qo'ysanglar, bir-birimizning manfaatlanib qolib qolsak, hayot nihoyatda qisqa ekan, inson dunyoga bir ketib ekanmiz, yenib ikkinchi kelmaydi ekanmiz aziz tordoshlarim. Mushlar kasal bo'lgan keyin saqlashni orzu qildik ekanmiz. Shu sababdan shu videoni tatib o'tirdim aziz tordoshlarim. Meni mana shu yutdan to'nimasanglar, mana shu do'yun qo'yishda izchil qo'llab yotgan barcha yurtdagi mehribon aziz xalqimga ko'pdan ko'p yana bir qatim rahmatimni bildiraman. Rahmat aziz tordoshlarim. Hammamiz har joyda omonchilik bo'laydi. Her joy vaqti xayrli olsun. Qeşimdikisi Ustaz Abdullah Mahmud, bu yakma açımız Aygül Yasin, Şayanaya Bazarçı'dan. Bu açımız şu netçan kata Ustaz'ınki desbide
reseptini yezib berib ustam yurakdagi ahvoli yaxshilanib, undan keyin do'yindagi funsiyasini ko'rgansizlar balkim nihoyat yuqori nurg'un do'stlarimiz tanglik hisab kichiklar acha shu do'ringizning yarmini setib bergan bo'lsangiz degandan keyin bu yerga kelib shu atachi qalb ichimlik bo'lsin, shu atachi markasiga mas'uliyatni men shaya xalqiga yetkazsam deb tanglik solgandan keyin bu videoni tartib qildik. Gapning naq yeriga kelsak, bizning sog'lomlik sepimizga qaytildi. Bu shu ochimizni qo'llab, hamma yurakni besib qivatsanglar, ustozning hurmatiga yurakni besib qivatsanglar, endi ba'zanlaringiz so'rashingiz mumkin. Bu ochimiz tibobatni bilamdi deb. Endi hozirgi tur sohasida usulchilarimizmi sog'lomlik mahsuloti setyapti. Boshqa mushu kasbdan sirtdagi odamlarmi kirib sog'lomlik mahsuloti setyapti. Endi ustoz Abdulla Mahmud biluslar mushu Xotan Uyg'ur tibobat doktorxonasi olsun, mudir rajolatda taklif bilan, ham taklif bilan mushu hozirgi videoni qisqagina vaqtni chiqarib turib zurul tatyapmiz. Tibobatninki endi hozirga nisbatan uli hisoblanadi. Bu ochimiz sizlar so'ragan maslahatni bizdan so'raydi. Biz bilgunimizni uchur qaytamiz, bilmaganimizni ustozdan so'rab, undan keyin sizlarga yetkazamiz. Shunga ehtiyojli do'stlar mush ochimizni qo'llab aloqalashsanglar bo'tu. Shayaga nisbatan, shaya xalqiga nisbatan sog'lomlik yaqinlashdi, yana bir qadam yaqinlashdi. Qo'llag'iningizga rahmat. Shu dadamizning uyiga kirib, hozir ko'rishib, shu dorisini shu Shayan noyisida sotadigan bo'lib, aziz tordoshlarim, men orqali olsanglar bo'ladi. Shu Shayashinxa kucha bu dadamiz bilan ko'rishmak bek tez. Mushaga kelib, nurg'un xalqlar ko'rdi, meni do'yinda ko'rgan odamlarni ko'rdi. Hammasi bek tezga bu dadamiz bilan ko'rishmak deb hozir uydan chiqdim meni aziz tordoshlarim. Shundoq chapatib deb necha qatim kelib, shu xalqqa ozroq bo'lsin bir manfaat yetkazay deb eng oxirida dadamiz bilan uchrashib ko'rishgan bo'ldim aziz tordoslar. Dori mahsulot lozim bo'lib qolsa, men orqali aloqalashsanglar bo'ladi. Telefon nomerim 150 99 29 79 79. Ushbu numar bilan aloqalashsanglar, men shu dadamizdan maslahat so'rab, kesliniga anadan keyin dori soldirib beraman aziz tordoshlarim.